Erlaring edi-yu, endi dushmanga aylanishdimi? Men ularga hech qanaqa yomonlik qilmaganman, lekin ular ustimdan yozib berishdi. Shu kunga ham yetib keldik. Afzal, bu yaramas ayolga necha yil berisharkan? Bu ayolning advokati o'zidan ham ustami. Eringni qara, yasam olganini. Uchrashuvga kelganga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimiz? Yuring ketdik, oyi. Shoshmang. Qani? Tezlashamiz. Qani kiring. Namuncha kech qolib ketdingiz. Xavotir olmang, hammasi joyida. Ha, Nosirboy. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keldingizmi? Tuzmisiz? Qani? O'tiring. Yaxshi kelibsiz. Yaxshi keldingizmi, Nosirboy? Ha, rahmat. Qani, iloho amin. Xonadonni fayz barakatini ziyoda qilsin Alloh. Amin. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Ertalabda mozorga borib keldim. Ayolimning qabriga. Shu bugun tushimga kiribdi. Ha, Bu manzuram bilan yarashib to'g'ri ish qildingiz, boy. Inson qarigandan keyin bir-biriga suyanib qolar ekan, boy. to'g'ri aytasiz. Manzura baribir boshqacha. O'shanda sizni gapingizga kirib to'g'ri qilgan ekanman. Ha, o'lmang. Barakalla bolalarim, baraka topinglar. Ilohi amin. Amin. Duo qilaylik. Ayting, Ishlaring rivojini bersin. iloh. Ilohim yaxshi Amin. joylarga kuyov bo'linglar. Doim mana shunday yuringlar. Amin. Ilohim. Omadinglarni bersin. Elni nazaridan qolmanglar. Allohu akbar. Alloh. Alloh. Oyi. Dilnoz. Oyi.
voy shuncha yildan beri bu fe'lingizga qarab chidab kelyapman, hayronman. Siz hayron bo'lmang. Sizga men chidab kelyapman. Shuni bilasizmi? U desam bu yoqmaydi, bu desam u yoqmaydi. Ha, mayli. Jamoat jam Ana. bitta men kam ekanman-da. Afzal. Ya, Yaxshi voy, keling, kelyapsanmi? keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatlisiz? Sog'lik, Uzumsiz? yaxshimi? Osh hidlari kelyapti-yu. Ustoz. O'sham bor, hammasidan ham bor. Assalomu alaykum. Ana, Nosirboy, haqiqiy shogird shunaqa bo'ladi. Mehrli, oqibatli bo'ladi. Qani, bu yoqqa, bu yoqqa. Keling. O'tir. Baraka top. Qani bitta duo Alloh qiling. xotirjamlik aytsin. Ha. Allohu Alloh. akbar. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Salomat Yaxshi, bo'l, rahmat. salomat bo'l. Yaxshi kelibsiz, Boringga Afzal. shukr. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Yaxshi. Oyi, sizni qancha kutganimni bilasizmi? Bilaman bolam. Dilnoz, men ham seni ko'rish uchun kun sanadim. Oyijon, boshqa unaqa ketib qolmaysiz-a? Ketmayman bolam. Endi birga yashaymiz. Ishga kiraman. Yaxshi yashaymiz. Menga siz kelganingiz haqida xabar berishganda bilasizmi qanaqa xursand bo'lib ketganman? Sizni rosa kutdim men. Keldim bolam. O'zimni uzun soch qizim. Qizimni qayerdan topaman deb qo'rqib ketdim. Dilnoz, kechir meni. Senga bolalik berolmagan onangni kechirjon bolam. Unaqa demang oyi. Kechirdim oyi. Kechir. Bular yangi retsept asosida chiqyapti. Tatib ko'ring, mazasini aytasiz. Zo'rmi? Nima qilamiz? Qolgan joylarni ham ko'ramizmi? 5-6 ta filiallarni remont qilishimiz kerak. Kecha ustalarni chaqirib qo'ygandim. Ularni buyurtmalarini qolgan filiallar zimmasiga oladi. Uddalasharmikin, opa? Albatta uddalashadi. Ularni ham tez kunda remont qilib ishga tushiramiz. Siz nima desangiz shu. Yur, boshqa joylarni ko'raylik. Yuring. Ko'z tegmasin, ishimiz ancha kengaygan. Mana. Hormang, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dizayni yomon emas. Yaxshi. Yaxshi. Hormang, charchamayapsizmi? Hormang. Bismillah. Zo'rmi? Ha, Nozima, nima gap? Sardor yiqilib tushdi, oyijon. Qattiq yiqilmadimi? Bilmayman, kasam baqirib yig'lab yotibdi ekan. Hozir boraman.
Sizlarni dastinglarda ishga ham kela olmayman, a? Xo'p, boyjon, tezroq keling. Xo'p, Tinchlikmi, opa? yur. Uyga borib kelaylik. Sardor yiqilib tushibdi. Mayli. Sen qarab tur bularga. Yaxshi yetib oling. Ana, osham keldi. Olinglar. Qani, yil. Boshlang, dadajon. Qani choydan quychi. Olinglar, Qani, bolalar. olinglar. Ol, Oling, dada. Rahmonrahim. Dada, Olinglar. obke. Mana dadasi. Bera qol, baraka top. Nondan shu. Rahmat. Kuyib qolma. Xo'sh, endi men sovchilikka boraveraymi? Dadasi, kuzda to'y qilamizmi? Mana, o'g'illarimiz kap-katta bo'lib qolishdi. O'zlari ham ishlashyapti, yaxshi pul topishyapti. Ah, labbay. Bir ikkita qizni ko'z ostimga olib qo'yganman. Ha, shunaqa-da. Gapiringlar. Sen sovchilikka borib, ovora bo'lma. Bu bolalar kelinni o'zligi topishadi. Yo'q, nima? Qizinglar bormi? Aytib qo'yay. Agar menga yoqmasa, kelin qilmayman. Shunaqasi ham bo'ladimi? Oyijonim. Men siz kimni tanlasangiz shunga uylanaman. Faqat Ilyos qiz bor. aka. Aka. To'g'risini aytganda. Yaxshi qiz oyi. Bizda ishlaydi. Aytishnik. Shunaqa ekan. Avval meni imtihonimdan o'tadi. Xo'p, Ana undan keyin o'ylab ko'ramiz. Dadasi? Kelin tayyor. To'yni boshlasak ham bo'lar ekan. Boshlayveramiz. Olinglar, sovib qoldi-yu. Qani, oshga qaranglar. Olinglar, olinglar. Sizlar yemayapsizlar, faqat men yeyapman. Olinglar. aka, baribir sotdingiz-a? Baribir bilishardi-da. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi bo'ldi bilganim. Manzilini aytib qo'ygin. Sovchilikka borib kelaman. Xo'p. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Xo'sh, Afzalboy. Ishxonada nima gaplar? Bugun katta partiyadagi mahsulotlarni eksport qildik. Yaxshi. Xo'sh, hamkorlar bilan gaplashdingmi? Gaplashdim. Ularga mahsulotimiz juda ham ma'qul keldi. Yana buyurtma qilishmoqchi. Pulni to'lasa, qilib beramiz. Ha, choydan iching. Mana. Bankdagi kreditlaringiz ham yopilibdi. Endi o'zingiz yangi filialni ochilishga bormasangiz bo'lmaydi. Yo'q. Mensiz o'zing ochiver. Men Nosir bilan dala qo'riga boramiz-a? Ha, bo'laveradi. Yo'q, Sodiq Turg'unovich. Birinchi filialni ochib olaylik. Keyin dala hovli mana mendanda. Nima dedingiz? 2-3 kun maza qilib dam olib kelamiz. Kunlar ham ancha isib ketdi. Men yigitlarga aytib qo'yaman. Chiroyli qilib bozor qilib kutib olishadi. Xarajatni qilib bersalar ham bo'ldi-da, gap yo'q. Pishirish menda hammasini. Ha, ro'zg'orlik sizdan aylansin. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Afzalbek yaxshimisiz? Rahmat. Sog'liqlar siz Ha, rahmat. Bolajonlarim yaxshimi? Yaxshi. Kelinim yaxshimi? O'zingiz tuzumisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Dadasi, osh tayyor. Suzaveraymi? Ha, olib ko'ring. Xo'p bo'ladi. Mayli. Qani, olib kompotdan qo'ying. Qani ilohi amin. Tinchlik, xotirjamlik, sog'liqni bersin. Amin. Bolarim, sizlarni ham topganinglarga Alloh baraka bersin. Ilohim. Amin.
Sizlar bizni siylabsizlar. Sizlarni Alloh siylasin. Ilohim. Allohu akbar. Oyi, o'tiravering. O'zimiz to'g'rilab olamiz. Ha, mayli, qo'yaver o'zlari. Barakalla. Hozir topinglar. Dadasi. Voy, dadasi. Shu kunlarni Nasiba ko'rganda edi. Nasiba o'g'illarini toparmon, tutarmon. Chiroyli yigit bo'lganini ko'rganida xursand bo'lardi. Ha, aytishadi-ku. Ruhlar tirikdir deb. Nasiba bizga tashlab ketgan omonatlarini asrab, avaylab katta qildik. Xudo xolasa, yaqinda uylantiramiz. Ha, Menimcha, unga bergan va'damizni ustidan chiqdik. Opa, bolalarimga o'zingiz qarab turing derdi. voy, yana yurakni siqishni boshladingmi? Ey, xursand bo'lsang ham yig'laysan. Xafa bo'lsang ham yig'laysan. Yig'lamagin bo'ldi. Xo'p, dadasi, xo'p. Ilhom ham chiqib qolsa kerak-a? Ha, 2-3 yilda chiqib qolsa kerak. O'g'illarini olib xabar olib kelsangiz bo'lar ekan. Men ham shuni o'ylab yurgan edim. Agar Ilhom bolalarini ko'rsa, rosa xursand bo'ladi. Ey, bo'ldi siqilurmagin. Hali Xudo xohlasa, chiroyli qilib katta to'y qilamiz. Hali bu bolalarning to'yida bosh bo'lib turamiz. Sen o'rtadan chiqmasdan o'ynaysan, bilib qo'y. O'ynayman. O'ynayman. Bo'la qolsangiz chi, namuncha qolib ketdingiz? Samolyot 10 daqiqadan keyin qo'nadi. Hozir. Hech qilsa ulguramiz. Ko'ylaklaringizni dazmollab qo'yganman. Yaxshi. Tavba. Yuragim toshib ketyapti. Siz bo'lsa bemalol yuribsiz. Onajonisi. Xavotir olmang. Ulguramiz. Oy, Kozim aka. Azikni necha yildan beri ko'rmadim. O'zgarib ketgandir-a. Qiziqchimisiz? Har kun telefonda gaplashasiz-ku. Telefonda gaplash boshqa. O'zini ko'rib gaplashish boshqa-da. Qaysi ko'ylagimni kiysam ekan-a? Hali o'zingiz tayyormabsiz? Menga bo'ling deb yotibsiz-a. Tezroq tayyorlik oling. Tezroq bo'ling. Xo'p, bo'pti. Nega qara Afzal? Firmang yurib turibdimi? Ha, xudoga shukr. Firmam juda ham gullab ketdi. Tenderda katta obyektni yutib oldik. Haloling bo'lsin. Omadingni bersin. Turkiyaliklar bilan birga katta mehmonxona quryapmiz. Yaxshi-ku. Yaxshi, lekin ertaga ular uchib ketadi. Sizni kompaniyangizga ham qiziqib qolishgan. Ular qayerdan bilibdi meni kompaniyamni? Men tavsiya qildim. Ha, Katta miqdorda mebelga zakaz berishmoqchi. o'zlarida mebel zo'r-ku. Menikini boshiga uradimi? Ular O'zbekistonda qurilayotgan mehmonxona uchun bizni standartlarga javob beradigan mebel kerak ekan. Ha, u yoqdan mebel olib kelsa, qimmatga aylanib ketar ekan. Tushunarli. Ertaga ofisga borganda Jahongir bilan uchrashib, hal qilur. Men ham hamma ishni o'shanga topshirganman. Yo'q, ular aynan siz bilan ko'rishmoqchi.
katta pulli shartnomani yordamchingiz bilan qilmaydi. Mayli. Sen uchun boraman. Mana bu boshqa gap. Olib keling. Mana osham tayyor Qani? bo'ldi. Yaxshi. Joy ochaylik. Qo'y. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. O'tiring. Yo'q, O'zingiz ham o'tiring. sizlar bemalol. Men ichkarida o'tiraman. Mayli. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Rahmat. Qani boshlaylar. Aha. Qani? Qani? Qani bismillahirrohmanirrohim. Oling qani? Haliyam bo'lmadingmi? Hozir ojon. Pari rosa tayyorlagan. Kech qolmanglar deb. Kechga qolmaymiz. Hali samolyot qo'nmagan oyi. Sen qayerdan bilasan? Menga Azik yozdi. O'zi yetdimi? Ojon? Dadam ham boralam? Yo'q, dadang bog'chadan ukangni olar ekanlar. Tezroq bo'la qol. Bo'l. Xo'p, oyi. Maftuna. Bolalar. Assalomu alaykum buvijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bizga nima olib keldingiz? Zo'r narsa olib keldim. Qani o'tiringlarchi. Qani? Men sizlarga mana nima olib keldim. Rahmat buvijon. Buni senga. Rahmat. Osh bo'lsin. Yaxshi o'tirdinglarmi? To'polon qilmadinglarmi? Ukam yiqilib tushdi. Nega? Qaramadingmi? Qaradim, o'zi yiqilib tushdi-da. Qat'iy yiqilmadingmi? Qo'lim shilindi. Voy, bolam. Endi dodangdan rosiga peshtarkanmiz-ku. Og'rimayaptimi? Yo'q. Qaramabsan-da qizim. Xo'shlar qarang. Xudoga shukr, shukurlarga ham keldik. Ha, opa, to'g'ri aytasiz. Boshida qancha qiynaldingiz-a? Mana shu kelin bilan chiqish olmasdan. O'ris derdingiz. Mana o'zbek bo'lib qoldi. Xudoga Ana shukr. ko'rdingiz, tarbiyalasangiz bo'ladi. To'g'ri aytasiz. O'zbekchani ham suv qilib ichib yuborgan. Yaxshi gapiradi. Biram chaqon, biram pazanda. Keyin oyijon desa, shunaqa erib ketaman-da. Ha, O'g'lim ikkalasi menga rosa yaxshi qarashdi. ha, ko'z tegmasin, opa. Yaxshi bo'lsin. Har kun shaharga meni bola bog'ida aylantirib kelishadi. Ilohim baraka topsin. topsin ilohim. O'zi bilmagan ekanman. Sen yaxshi bo'lsang, odamlar ham yaxshi bo'lar ekan. Ha, to'g'ri. Yaxshilik qidirgan odamga yaxshilik, yomonlik qidirgan odamga yomonlik bo'lar ekan. To'g'ri aytasiz. Keyin har bir inson muomala qilganda oynaga qarab muomala qilish kerak ekan. Oynaga qarab muomala qilsang, oyna qaytaradi-yu. Xuddi shunaqa bo'lar ekan. Oynaga qarab yaxshi gaplarni gapiravish kerak. Umringiz uzoq bo'lsin, opajon. Shularning rohatini ko'ring. Yaxshi ham shular bor ekan, ko'nglim ko'tariladi. Ishqilib Nodir o'g'lim ham eson-omon qaytib kelsin-da. Qaytib keladi, opa, keladi.
Ilohim. Voy, assalomu alaykum ojon, keldingizmi? Va alaykum assalom, qizim. Bular meni jinni qilib qo'yay dedi. Sardor yiqilib tushibdi-yu. Ne qaramadinglar? Sho'xda. Rosa sakradi, yiqilib tushdi keyin. Shuncha aytdim, sakrama deb. O'zingga o'xshaydi-da. Sen ham rosa sakroqchisan-u. Yod surib qo'yaman, yaxshi bo'lib qoladi. Oyjon, bolalarga o'z qarab turing. Doktorga borib keling, mazam bo'lmayapti. Mayli. Borib kel, hali vaqtli-yu. Haydovchi chaqiraymi? Yo'q, o'zim mashinamda borib kelaman. Bu ahvolingda mashina haydama. Hech nima qilmaydi oyijon. Qachon keladi haydovchi? Ungacha doktorim ham ketib qoladi. Shunda ko'rinib keling. Bo'pti, bora qol qizim. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Buvi, Oyim yana chaqaloq olib keladilarmi? Ha. Xudo xohlasa senga singil keladi. Ismini Madina qo'yamiz. Maftuna va Madina bo'lasizlar. Ura, bizning uyga yangi chaqaloq kelar ekan. mayli, men boraychi. Mayli, opa. Bilmasam, qo'ngandir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Kech qolmadikmi? Yo'q. Biz ham endigina kelgandik. Shu yerda biz ham kutib turibmiz. Zarina qizim, sen yaxshimisan? O'qishlar bilan charchamayapsanmi? Yaxshi. Voy, o'qishni bitirib bo'ldi. Magistraturani ham tugatdi. Voy, tabriklayman. Bu yaxshi. Tabriklaymiz. Tabriklayman unda. Rahmat. Azimjonimni bir ham sog'inib ketdim. Kelishi bilan to'yni boshlaymiz deb Bir turibmiz. gap bo'ladi. Ojon, men u yoqda kutib turaman, xo'p? Xo'p, mayli. Onasi. Men bir borib qaraychi. Reysga qachon uchib kelar ekan? Mayli. Xo'p. Yaxshimisiz, opa? Yaxshi. Voy, opa. Ishqilib Zarinani yigiti yo'qmi? Esing joyidami? Axir Azimjonni kutyapti. O'g'ling tinmay yozadi. Turmushga chiqib ketma, men yaqinda boraman deb. Voy tavba, yo'q-ey. Bunaqa narsalardan xabarim yo'q ekan. Shunga qizim hamma sovchilarni qaytarib yuboryapti. O'zim o'rgilay. Aqlli qiz bo'lgan. Juda ham chiroyli qiz bo'lgan. Baxtini bersin. Onasi. Odamlar chiqishni boshladi. Yura qolinglar. Qani, yuring. Yuring. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Ajoyib o'yinchoq ekan-a. Bolalar o'zingga qoldimi? Assalomu alaykum. Ha? Yaxshi keldingizmi? Ona Obajon, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi. Polvonim, qalaysizlar? Yaxshi. Yaxshimisizlar? Xo'sh, bugun nimalarni o'rgandingiz, qizim? She'r aytishni o'rgandim. Qani aytib beringchi? Boringiz baxt ekan, boringiz davlat. Sizday mehribon topmadim hech ham.
Menga baxt tilaysiz omad, baxtimga sog' bo'ling jannatim onam. Oo, barakalla. Barakalla. Senchi qachon o'rganasan she'rlarni? Ha, bu ham o'rganyapti. Ha, barakalla. Barakalla. Onasi qani? Ha, doktorga ketdi. Ozgina mazasi bo'lmayotgandi. Ko'rinib kelsinchi. Vaqtning tez o'tganini qarang. Bir pasda nevaralik ham bo'ldik, qo'ydik. Biz shu kunlarni kutgandik, to'g'rimi? Ha, to'g'ri aytasan. Bundan ortiq baxt bormi o'zi? Ha. O'rikdan danaga shirin deb shuni aytsa kerak. Kim qayerda? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Oy, yaxshimisizlar? Ha. Qalaysan? O'zing yaxshimisan, bolam? Suyunchi beringlar. Tinchlimi? Ha, uchinchisiga ota bo'ldim. Tabriklayman, ota o'g'il. Tabriklayman. Barakalla. 3 kiloyi 300. Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin, ilohim bolam. Alloh. Alloh. Allohu akbar. Barakalla. Nozima yaxshimi? Ha, yaxshi. Bola ham yaxshimi? Yaxshi. Ikkalasi ham yaxshi. Yaxshi. O'zinglar yaxshi o'tiribsizlarmi? Men bolaga o'yinchoq bo'lsa bo'ldi. O'zingga o'xshab yuvoshgina. Oyijon, ana Aziz keldi. Ana qani? Ko'rmayapman. Aziz kelyapti. Oyijon, ana kelyapti, uchuvchilar formasida. Voy, Voy, bo'ylarini qarang. chiroyli yigit bo'pti. O'yini qara. Juda ham chiroyli bo'pti. Qarang. Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Ana kelyapti-ku. Xursandligimni tova qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshi keldingmi? Qarang buni. Ancha katta yigit. Sizlarni sog'indim. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Voy, bo'ylaringni qara. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan Rahmat. bolam? Juda ham o'zgarib ketasan. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Rahmat, Yaxshi uchib keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Diplomingni oldingmi bolam? Oldim. Xalqaro yo'nalishlar uchuvchisi Azimjon G'oyipov. Voy. Dodam kelmadilarmi? Dudang uyda osh damlab kutyapti. Ha, Seni kelishingni intizorlik bilan kutyapti. Qani bo'lmasam hammamiz uyga boramiz. Dadajonning qo'llaridan oshiymiz. Ha? Pari, uyga keta qolaylik. Voy. Noqulaydi. Opa, nega uyalasiz? Yuring. Bo'lmasa men mashinani qizdirib turaman. Sizlar chiqib ko'rasiz. Aha. hop. Qani bo'lmasam, yuring opa. Buncha tikilding. Chiroyli bo'lib ketmanmi? Forma yarashibdi. Sen o'zgarmabsan. O'sha Zarinasan. Miss Zarina deysizmi? Ha, Miss Zarina. Opa, bularni qarang. Rosa bir-biriga mosa. O'zikka ko'z qo'ygandek. O'g'ling katta bo'lib, ko'rkam yigitga aylanibdi. Tanimadim. O'zgarganini qara. Ha. Kuyov desa, kuyovdek. Namuncha reklama qilding. Bo'pti opa. Qachon sovchilikka boray? Menimcha baribir qo'ymaysan. Bilasiz-ku, qarang o'zingiz. Ikkalasi bir-birini sevsa, nima qilamiz ishni cho'zib? Men seni o'zim boshqaradigan samolyotga taklif qilaman. Qachon? Tez kunda. Meni Qatar avialiniyasiga taklif qilishdi. Zo'r-ku? Faqat bu sir. Boshqalarga aytib qo'yma. Ularga keyinroq aytamiz. Kelishdik. Ketdingmi? Qayerga? Biz uyga. Yo, men bormayman, uyalaman. Bugun bormasang, bir necha oydan keyin baribir kelin bo'lib borasan. Shu seni o'g'ling meni qizimni yo'ldan urgan. Ajab qipti, hop qipti-da. Yaxshi qizlarni shunaqa qilib yo'ldan urib, uylanib olish kerak. O'g'lim ham o'zimga o'xshaydi-da, opa.
Otajon, keling, bir qudam bag'rimga bosing. Birpasda quda ham bo'ldikmi? Oy, Baribir uyimga olib ketaman. Men sizga qo'llama bermayman. Qani yur. Qo'yib yuboring qo'limni. voy kelyapti, yuring. Ha, ketdik yer. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sodiq Turg'unovich bilan ko'rishishim kerak. Sodiq Turg'unovich, siz chet ellik hamkorlar bilan kelgan investor. Xuddi shunday. Tushunarli. Qani? Marhamat. Rahmat. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Qani bo'la qoling. Qani, endi Suratga suratga tushamiz. tushamiz. Qola olib qo'yasizmi? Aha. Qani, kulib tursin. Qara holiga qara. Olyapman. Jahongir, hamkorlikni ichida kelarkan. Agar bir soatdan kechik qolsa, meni vaqtim yo'q. Kutmayman, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Qani och eshikni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich, men sizni kutayotgandim. Kechirasiz. Sizni tanimay turibman. Yangi hamkorlaringizni yordamchisiman. Ular kelguniga qadar siz bilan uchrashishim kerak edi. Ikkalamiz gaplashib olsak bo'lardi. Albatta bo'ladi. Bo'ladi. Jahongir, Labbay. bor ishlaringni qilib. Xo'p bo'ladi. Haligi hujjatlarni olib kelingmi? Jahongir, hujjatlar kerak bo'lsa, o'zim chaqiraman. Bor.
qalb bo'ladi. Hello, little friends. Welcome to our alphabet song. 6 happy letters are waiting to play, so clap your hands and sing along all day. A is for apple, shiny and red. Crunch, 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 the little ant said. Say it with me, A. A is for astronaut flying so high, zooming past the stars in the deep blue sky. A, wave goodbye. B is for ball that bounces around. Boing, 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 it jumps off the ground. Big letter B, say it with me, B. B is for bee, buzzing over the flowers, humming a happy song for hours and hours. Bee, 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 busy, busy bee. C is for cat with a curly tail. Meow, 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 along the trail. Say it with me, C. C is for cake with candles so bright. Yummy, yummy. Every bite is a delight. Say it with me, C. D is for dog who loves to play. Woof, 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 he barks all day. Big letter D, say it with me, D. D is for duck who paddles and quacks, splashing in the pond and leaving little tracks. D, 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 quack, quack, quack. E is for elephant, big and gray. He swings his trunk and trumpets, hooray! Big letter E. Say it with me, E. E is for egg in a cozy nest. A little yellow chick is taking a rest. E, E, E. Peep, peep, peep. F is for fish who swims in the sea, blowing little bubbles. 1, 2, 3. Say it with me, F. F is for frog on a lily pad. Hop, 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 he is never sad. F, 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 ribbit, ribbit. Now let us sing them all together. A, B, C, D, E, F. Clap your hands and stomp your feet. Our alphabet song is such a treat. A for apple, B for ball, C for cat. We know them all. D for dog, E for elephant, F for fish. Well done, everyone. Can you say them nice and loud? A, B, C, D, E, F. Shout it out and feel so proud, you clever little star. You did amazing, little star. 6 new letters. Look how clever you are. Hooray, hooray! That is all for today, my friend. More letters are coming around the bend. See you next time. Wave goodbye. Bye-bye. Welcome back, little friends. It is letter time again. We sing with G, H, I, J, K, and L. Let us begin. G is for goat who climbs up high, munching green grass under the sky. Big letter G. Say it with me. G. G is for guitar. Strum, 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 making happy music. Come along and hum. G, 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 sing with me. H. H is for hat that sits on your head. A big floppy hat in purple and red. Big letter H. Say it with me. H. H is for horse who gallops so fast, neighing a hello as he races past. H, H, H. Giddy up, giddy up. I is for ice cream, cold and sweet. Lick, lick, lick. What a summer treat. Big letter I. Say it with me. I.
I is for island, out in the sea, with one palm tree swaying happily. I. Can you see? J is for jelly that wiggles and shakes, wobbling and jiggling on our plates. Big letter J. Say it with me. J. J is for jet that zooms through the air, flying loop-the-loops without a care. J, up and away. K is for kite that dances up high, a rainbow diamond in the windy sky. Big letter K. Say it with me. K. K is for kangaroo, who jumps all around, carrying her joey with a bounce and a bound. K, jump with me. L is for lion with a mighty roar, the king of the jungle. Hear him roar. Say it with me. L. L is for lemon, yellow and round, the sourest little fruit that we have found. L. Lovely lemon. Now let us sing them all together. G, H, I, J, K, L. Clap your hands and ring the bell. You know these letters very well. G for goat and H for hat. I for ice cream, fancy that. J for jelly, K for kite. L for lion, what a sight. Say them one more time with me. G, H, I, J, K, L. Louder now, you are doing so well. You did wonderful today, my friend. 6 more letters from beginning to end. Give a happy cheer. Hip hip hooray. Our letter song is done for today. More alphabet fun is on the way. See you soon. Wave goodbye. Bye-bye. Hello again, my little friends so dear. 6 brand new letters are waiting here. M, N, O, P, Q, and R. Hooray! M is for moon that glows at night, watching over us with silver light. Big letter M. Say it with me. M. M is for monkey who swings on the tree, munching on bananas. 1, 2, 3. M, cheeky monkey. N is for nest, where little birds stay, chirping and singing all through the day. Big letter N. Say it with me. N is for night, with stars that gleam, time to sleep and have a sweet dream. N. Nighty night. O is for orange, juicy and round, the sweetest fruit that we have found. Big letter O. Say it with me. O is for owl who hoots in the night, turning his head from left to right. O. Hoo. P is for penguin who waddles on ice, sliding on his belly. Is that not nice? Big letter P. Say it with me. P. P is for pizza, cheesy and hot. Do we love pizza? We love it a lot. P, yummy, yummy. Q is for queen with a golden crown, waving to everyone all around town. Big letter Q. Say it with me. Q. Q is for quilt, so cozy and warm, keeping us snug in a rainy storm. Q. Snuggle up tight. R is for rainbow after the rain, red, orange, and yellow across the plain. Big letter R. Say it with me. R. R is for rocket that blasts into space, zooming past the planets in a big space race. R, 3, 2, 1. Now let us sing them all together. M, N, O, P, Q, R. Clap your hands, you are a shining star. M for moon and N for nest. O for orange, you are the best. P for penguin, Q for queen, R for rainbow. What a scene! Say them one more time so bright. M, N, O, P, Q, R. You are the smartest star by far! What a wonderful job you did today. 6 new letters learned through play. Give yourself a great big cheer. Hooray! Time to go, but do not be blue. More happy letters are coming for you. See you next time. Wave goodbye. Bye-bye.
Hello, little friends. It is the grand finale today. 8 amazing letters from S to Z, so let us sing and play. Hooray! S is for sun that shines so bright, filling the morning with golden light. Big letter S. Say it with me. S. S is for snake who slithers around along the ground. S, S, S. Slithery snake. T is for train. Chugga chugga choo choo, rolling down the track right past you. Big letter T. Say it with me. T. T is for tiger with stripes so bold, prowling through the jungle, brave and gold. T, T, T. Roar, roar, roar. U is for umbrella that keeps us dry when raindrops fall from the cloudy sky. Big letter U. Say it with me. U. U is for unicorn, magical and white, prancing over rainbows. What a lovely sight. U, magical U. V is for violin that plays a sweet song. La, 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 come hum along. Big letter V, say it with me. V. V is for van driving down the street. Beep, 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 honking to the beat. V, 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 vroom, vroom. W is for whale, who swims in the sea, splashing his big tail so happily. Big letter W. Say it with me. W. W is for watermelon, juicy and green, the biggest fruit that you have ever seen. W, W, W. Wonderful. X is for xylophone, ding, ding, ding. Tap the bars and hear them sing. Big letter X. Say it with me. X. X marks the spot on a treasure map. Dig, 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 and clap, clap, clap. X, 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 treasure time. Y is for yo-yo, that goes up and down, spinning around, and all through the town. Big letter Y. Say it with me. Y. Y is for yak, with shaggy hair, munching on grass without a care. Y, yummy grass. Z is for zebra, with stripes black and white, galloping together. What a sight. Big letter Z. Say it with me. Z. Z is for zoo, where the animals play. We met all the letters from A to Z today. Z, 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 hooray, hooray. We finished the alphabet from A to Z. You learned every letter. 1, 2, 3. Clap your hands, wave goodbye, bye-bye. Hello, little friends. It is counting day. 10 happy numbers want to play. Get your fingers ready. Let us count away. Number 1. The sun so bright. One warm sun brings morning light. Hold up one finger. Say it with me. 1. Number 2. 2 little shoes. Tap, tap, tapping wherever they choose. Hold up 2 fingers. Say it with me. 2. Number 3. 3 buzzing bees, humming softly through the trees. Hold up 3 fingers. Say it with me. 3. Number 4. 4 apples red, sitting in a basket by the shed. Hold up 4 fingers. Say it with me. 4. Number 5. 5 fish in the sea, swimming and splashing so happily. Hold up 5 fingers. Say it with me. 5. Number 6. 6 balloons that fly, floating gently up to the sky. Hold up 6 fingers. Say it with me. 6. Number 7. 7 stars that gleam, twinkling brightly like a dream. Hold up 7 fingers. Say it with me. 7. Number 8. 8 ducks in a row, quacking loudly as they go. Hold up 8 fingers. Say it with me. 8. Number 9. 9 flowers tall, growing by the garden wall. Hold up 9 fingers. Say it with me. 9. Number 10. 10 candles glow on a birthday cake all in a row. Hold up 10 fingers. Say it with me. 10. Now let us count them all once more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. You can count. Well done, my friend. Count the bees and count the shoes. Counting is fun, whatever you choose. 1, 2, 3, 4, 5. Once again. 6, 7, 8, 9, 10. Clap your hands and count again. Every number is your friend. Now let us count backwards. Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6. Nice and steady. 5, 4, 3, 2, 1. Blast off like a rocket. Counting is done. Whoosh! Up to the sun. You counted all the way to 10. You clever star. Look how amazing you are. Give yourself a great big cheer. Hooray! Our counting song ends for today. Come back soon for more numbers to play. See you next time.